Salom salom qadrli obunachilar. Mana bu Jizzax viloyati Zomin tumani shu dam olish maskani. Hop, bugungi videomizda Zomindagi shu e'tiborli dam oladigan manzarali joylarini, Zomin sanatoriyasini eng asosiysi hamma uchun kerakli bo'lgan ma'lumot, narxlarni aytib o'tamiz. Xo'p, birinchi e'tiborli joylari mana shu tog'lari. Mana bu sanatoriya, Zomin sanatoriyasi. Tog'lar hozir yomg'ir yog'ib tindi, havosi juda bir mazza, havosi toza. Mana shu tog'lar. Yana bir e'tiborli joylarning bittasi mana bu Sharsharasi ekan. Nomi ham Sharshara. Sharshara degan bitta mehmonxonasi bor. Narxiga keyin to'xtalib o'tamiz. Mana bu restoran, Zamindor degan. Bu ham narxi juda osmonda. Lekin havosi ancha toza ekan. Ayni shu may oylarida archalar gullaydi. Shunda juda foydali havo ojirilgan. Shu o'pkasida kasali borlar, astmasi borlar, bronxiti borlar uchun juda foydali. Ayniqsa davleniyasi borlarga. Bu yerda bosim ancha past ekan, shuni hisobiga davleniyasi bor odamlarga ham juda foydali. Yotoq joylariga kelsak, mana sanatoriyaning oldida joylari bor. Keyin mana bu tomonda domlar, 2 etajli domlar. Bunaqa domdan 6 ta bor, 2 etajligidan. Yana bitta 4 etajli bor, o'sha 7 ta. Shuning yonida mana taksilar turadi. Shu ko'prikga yo bo'lmasam Zominning sentriga, ko'prikga deydi, shu Osma ko'prigigacha olib borib qo'yadi. Mana azizlar. Lekin mana bu manzara juda chiroyli. Archalar. Yana bir e'tiborli joyi mana shu Zomindagi mana bu yerda kanatkalar bo'ladi. Bugun yomg'irligini hisobiga ishlamabdi. Mana bu kanatkadan chiqib yo'li ketyapti. Ana shu qirni cho'qqisiga mana bulutli turgan joyigacha chiqib, tag'iga yana ketadi. 2 kilometrcha bo'lsa kerak, aniqini bilmadim. Keyin undan tushgandan so'ng 1 kilometr yo 2 kilometr nariroqda Osma ko'prigi bor. Ikkita jarliq ustida Osma ko'prigi bor. Osma ko'prigidan video qilishga harakat qilamiz. Bu kanatkani narxini ham videoni davomida aytib o'tib ketaman. Hamma yo'qlar narxlarini aytaman. Inshaalloh. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'rib tursalaring. Kanatkani narxlarini ham, yotoq joylarini ham barchasini aytib o'tib ketamiz. Yana bir vaqtga kelganingizda kerakli bo'ladigan narsalardan bir lokatsiyasini aytib ketay. Mana Zamindor degan restoranning pastida mana bankomat turibdi, pul yechirish uchun. Bu yerdan topish qiyinroq ekan. Shunga kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunga bankomatni ham ko'rsatib ketyapman. Mana shu Sharshara degan joyi. Mana shu Sharsharasi. Demakda mehmonxonasi bor. Sharshara degan joyiga kirish ham pulli ekan. Kirish 5000 so'm, kishi boshiga 5000 so'm. Yotoqxonalari kishi boshiga 600,000 so'mdan. Yana bir narsa aytib o'tib ketib, hozir 2025-yilda may oyining oxirgi kunida biz. May aytgan narxlar shu kunga to'g'ri keladi. Bundan 1 oy oldin narxlar bundan ancha arzon bo'lgan. Hozir hamma dam oluvchilar ko'pligini hisobiga narxlar oshgan, sun'iy ravishda albatta. Sharsharani ichini videoga olib ko'rsataman hozir. Mana o'sha Sharshara degan joyga ham kirib oldik. Kishi boshiga 5000 so'mdan
7 yoshgacha bepul. Hop, to'lovi mana bu yerda qilinadi. Hozir endi Sharsharamo'zga chiqamiz. Mana bu yo'lakchadan chiqib boriladi. Yo'lakcha ham o'ziga xos qilingan. Havosi lekin juda ham toza baxti. Qolgan joylariga nisbatan ancha. Sharshara borligini hisobiga daraxtlari ham ancha ko'p. Qushlar bir xilda sayrab, chiroyli ohangda sayrab turadi. Suvlarda ovozi, Sharsharani ovozi. Ovozlari ham yoqimli. Xullas, maroqli dam oladigan joy. Mana nihoyat yetib keldik shu Sharsharasiga. Mana juda chiroyli, go'zal manzara. Tog'dan tushyapti mana. Hozir yaqinroq boramiz Sharsharaga.